Adam çapılaş, muqam ağlayman adetdə. Yol qıstığançılıq olub gəlsin, muqam ağlayman aka. Bana hazır yaraydım şu, mən bir telefon qılaya. Qarğanda bizniki bugungi aziz Cho'lponimiz. Teşişma. Aktakla başketli akşamda aka. Sakıtıp koydum ha? Yok. Muqam ağlayıp çapıldık aka. Sizlarning aşu muqam anglab o'tirib ishdan tushashiradi. İdarenin 2002 yılı ovoz qilgan, mo'yin qilgan. Muşun mu? Beijingda qilgan mı? Mana qaysi vaqt, nada? Hammasi siz boda biz. Bugun hamda jiqroq paranglish olaylik o'tdi. Jiqroq paranglishligimiz shu. Hamma narsani so'raymiz aka, ishqilib. So'raylik. Kalınızı kemmiginimi, kaginimi so'raymiz. Ishqilib biz muqam to'g'riliq jiqroq nasib bilib olaylik. So'rabchi. To'g'ri. Bu televizorda ko'rganda men hamda to'liqsiz vaqtlarimda boshlang'ich vaqtimda ko'rgan mushta turtdingiz aka. Bugun chiqib yana o'xshash turibsiz, bu 10 yil o'tib ketdi. Siz o'zgarmabsiz aka. Muqam bilan o'tgan hayot deymiz buncha. Sen machunda o'ssang, Shirali akam o'xshash yosh tursa, Shirali bilan balkim biz taqdimot kap qilishimiz mumkin. Har qatim Shirali ishonsangiz mushu amroq mashinamizda mushu cho'lponlar bilan uchrashish programmasida chiqqandan keyin mehmon bilanlar sallish paranglashamdi yoki siz mendan cho'ngmi yoki men sizdan cho'ngmi degan masala ish qilib bu muhim bir qiziq nuqta bo'lib mana cho'qim sizmi ishlashayotganda shu ko'proq uchirdim mana hozir masalani yo senday desam texe sizday desam ikkimiz sizlashib ketsak boshqalar boshqa tushunadi ekan-ku har xil. O'sha tilning yaxshi ravon bo'lishi uchun, kayfiyatlar normal bir qitilishlar bo'lmasligi uchun sendaylar. Hammasi bilan salishib ketdingizlar programdan. Ashundalar bo'lay bo'ldi. Menga nisbatan shu uchrashish Cho'lponlar bilan yaxshi bir sahna hozirlab berdi-ku bu amroq mashinam. Chiqiblam burunlatim qanday bo'lsa to'g'ri sha bir-birimizni hurmat qilib sizlashib sili deyishib shunda yaxshi o'tadi. Ammo senning o'zimi yana qandaqdir bu texmi yaxshi hurmatniki ifodasi deb o'ylayman. Texim yaqinlikni shundami? Men bola vaqtlarimdagi og'illarimni hergiz siz demayman-da, shu sen deb. Biz andavas adaş ballık qaytaylı bal vaqt ağayla ısaq deb bilinglar da şimsə. Baytımı bizning programının başlanışında avval biz azraq bir muqam anlagan tuqçu ikimiz şundaq muqam anlab turib chiqib xeyli bir yaxshi tafakkurlarni qildik. Balkim shu vaqtda ekran oldidagi do'stlarimiz bugun shu amroq mashinamda uchrashadigan Cho'lpon cho'qim muqam bilan munosabatlik deb ulan bilib bo'ldi. Shuningla siz chiqdingiz guldiroz alqishlar bilan. Shiral. Shuningla sen chiqding guldiroz alqishlar bilan Shirali altikin deb qarshavatdi. Aka şu kichik vaqtlarimda ko'rgandagi naqshlaringiz, sho'x naqshlaringiz muqamni hozirgi zamon uslublari bilan o'zgartib turib aytgan naqshlaringiz bak amroqdim. Endi mashinaga chiqqan har bir odamni men naqshga taklif qilgan quyun bacha mashinaga chiqiblar. Birinchi savol o'tkirnoq shu. Boshqa hech qanday savolni so'ramaydi. Birinchi savol mush naqsh aytib bering deganga bak amroq bu. To'g'ri. Hamsi sho'x naqshidan birini qo'yay, kayfiyatni ko'tarib, andan paranglashni yasak-a. Bo'ldi. Qo'yaptimi hamsi aka? Ovoz biroz ko'taraman. Buldu. Cihanda taptılar insan riyazetti. Hani az üçün eylep kılıp bu can, kılıp bu can. Akılmak sakandek Kızıl yüzlüm yarim Kızıl yüzlüm yarim Navat bilen yuğargandek Şirin sözlüm yarim Navat bilen yuğargandek Şirin sözlüm yarim Ben çalayım. Onlar güldek yarim, hinna güldek yarim, hinna güldek yarim. Ay, her birin kızıl güldek, aysın bir keçe yarim.
gel yarim Canı sende gel yarim Sen beni ayırsan ölsem de gel yarim Sen beni ayırsan ölsem de gel yarim Rahmet. Endi bu ko'rmalarning savoliga o'xshash mening bir savolim bor ekan. Bu kichik vaqtlarimga o'xshash turibsiz dedim. Shu kichik vaqtimni ko'rgancha yaqinqi 3-4 yil mobaynida sizni ko'rib bilaman. Endi shuning sababini mendan boshqa hamma ko'rmalarning aniq so'rg'isi bor savolim. Shuni bir deb bersangiz. Nimishqa ko'ramidik sizni ekranlarda? Chiqmadingizda naqshlaringizni kim denish ko'rmayapsiz hozir? Qo'rladim, anglab bilaman naqshlarni. Bak oldira cho'p ketib boramdi yoki qanday yeniliklar bor demoqchi-da. Bu manda birinchidan bayam Isoq efendim degandek hozir ham televizor ko'rdigan ishlama bak yo'qolib ketdi. To'g'ri. Hammadan telefon. To'g'ri. Yani isil filmlarni televizorda qo'yib pasmi, yani shu o'g'irlik shunda. Telefon ko'ramiz. Bu birinchi sabab. Ikkinchidan hamda hozir ko'rinmaganimizdagi sababi bizniki hozir idorada bizning vazifa bek ko'p. Bizlarga asosan bizning klassik oyun degandek ishki muqomni har qaysi sahnalarda ijro qilgan rejissyorimiz, idoraning xizmat qismi biroz eg'irda. Shunda bo'lganki butun ko'pincha zehnimizni hozir idorani qo'yib, biz bunda shaxsiy bunda ekranlarga chiqib bunda qilgan ishlar biroz kemlab qoldi deb o'ylayman. To'g'ri. Ammo yana shu pat-pat salonlarda hozir eng yaxshi taqdir supsi hozir do'yim bo'lib ketib qoldi. To'g'ri. Do'yimda hech qachon uzilib qolganimiz yo'q, bizga bir haqiqat bo'lsin. Ko'rinib işte turvatimiz hamda shundoq hamda bizniki eng amroq taqdimiz hamda shu amroq mashinamdagi uchirish programmasi shirali shunga biz bilan pat-pat uchirish tor og'inam mana baytin deb o'tgandak to'g'ri hozir televizor ko'rish hozir nurg'ulgan yoshlarimizni tamoman ehtiyojini chiqib ketdi. Shunaqo baytin sizlar degandek biz telefonda, internetda tez bo'lgan, ritm tez bo'lgan, qulaylik bo'lgan shu taqdir usullaridan foydalanib xabarlardan dal vaqtida bizim xabardor bo'lyapmiz. Ham televizorni balkim bir qism kishilarimiz ko'rdi. Demak ham shu internetning kuchi bek kuchli. To'g'ri, rostla. Demak bizning programmamizmi sen baytin o'ylayotgan shu dal telefonda shunda ma'noda ko'rindi. Mashinada o'tiribmi ko'ralaydi degandek. To'g'ri. Biz masalan Van Yundaymiz, Van Yun sponsordan jiq naqshlarimizni anglayman ekan. Shu naqshlarni ashuni topdim. Undan boshqa do'yinimiz siz har xil chalg'a asboblarni chap turyapsiz. Mening yana bir qiziqadigan savolim bor. Sizning shuga deyman ekan. Qaysi? Abduqodir Yarelyakimiz, Mavlon Mamtumakimizlar bilan shunda payz naqshlarimiz bor ekan. Dehqon ko'ngli deymiz. Dehqon ulug'mi? Dehqon ulug' rost. Lekin siz supmozg'amiz xato yozib chiqarib qo'yibsiz. Dehqon ko'ngli deb yozibdi. Shu naqshlarni jiq anglayman. U bek payzi o'tkir o naqsha. Bamash naqshin bir o naqshlar bor, lekin savolni so'raylik anglaylik. Ma'qul. Shu Abduqodir Yarelyakimiz, Mavlon akimizlar bilan yana bir pilolar bormi, yangi naqshlarni bilan hamkorlashish yoki bo'lmasa bir hamkorliklar bilan to'xtab qolgan gapmi? Bu bek yaxshi bir savol bo'ldi. Nurg'un bizni yaxshi ko'rgan, bizning san'atimizni suygan odamlar shu uchaylarninki birlashganiga bek hayron qolgan, xush bo'lgan. Rostda. Xitoy shunda yaxshi bir boshlanish bo'lgan. Ma'lum nima sabab bo'ldi hamda pulni kelishimni anglamay. Naqsh aytib pul topmoqim bo'lmaydi. Vaqtning o'tishi bilan Mevlan o'z oldiga bir uning bir guruhi bor. Mevlanni. To'g'ri. Meningki bir ayrim bir ansamblim bor, uning bir guruhim bor. Mening guruhim asosliq shirkat pul berdi. Shular uchun chalamiz muzikani. Demak hamda shu hamda hammalar hamda asli mana siz degandek o'tkir. Aşırı üçeylen asli o'zimizniki san'at yo'limizni birlashtirib bunday aytmoqchi bo'lsam, bizniki taraqqiyotimiz va o'ylayman bek uning hozirgidan yuksak bir holatda o'tib ketgan bo'ladi. Chunki ko'nglim bir xil yerim bo'ldi, g'ayri nimaga deganda bizning ucheylanning birlashib shu bir nima albom chiqargan biz. Oynan derdi var balla degan. Siz shuni so'radingiz. To'g'ri. Shu oynan derdi var ballada nurg'un chiroyli naqshlar masalan Dehqon ulug', Ko'rkam Tangri tog'lari, Qashqa qizi deymi, nurg'un chiroyli ohanglar
taralgandan keyin ve televizorda Şinjan televiziyasında programmalar Qurbaytlı olsun, başka programmalar olsun. Bunun da nakşlarımız gelmiş. Şu şeyler bir xil yo'linishda yapmangandan keyin nurg'unluğa çoğunluğa olsun mesela 70-80 yaşlık adamlarga tövengi basam hoş gelmiş soraydı ben. O üçünler degan şunda çıraylık, şunda yaxşı belen kepken o üçünler görünmey kaldı. Boyturkunlar mı şundak gelgen? Boyturqi kilişkelik. Günge yeri ben Mevlana'dan hem de digen adaş olsa şunu şeylerini bir çıkırdıgan fakat onun koldan imi bağımaz mı? Bütün işxana, Doğru. onun şirket, onun boğan diken üç şeyler bu işini birleşip kılıp etken olsa pek yaxşı oldu dedim. Hem de kim bilir de bu hazır demek emmeyle turmuş elekçilik. Doğru. Her xil sebepler tüpeyledim. Bu şu şeylerin ki aynı vaxtda yaratkan eserlerimiz, ilanmış xalq qalbida bu. Ben oylayım çokum bence bu şu şeyler muşkul yönünüşte yana nakşılarını çokum icra gitarlayımız şu. Yalnız atlının içine çıkmaz diye bir makam. Ben oylayım en çok ümidim şu. Bizme hem şu ekran aldık dostlarımızda hem şu baytın sen degende kadar tüven güç sanlamı halkımız bana üçünler şunçilik yaxşı kuylar bilen, esil kuylar bilen bizden manuitimizin beyti vatsılar. Üçünler yeni birleşip yeni bir icadi kuylar onlar ya kılap ahanlarını bizge 70 sanlar davit demez mi daş? Bu hemmimizden planı. Hemmimizin güzel arzuyumuz olsa üçünler yeni bir kıtım texim güzel kuylar bilen biz bilen yakını adlattı bir uçuraysanlar daş. Elbette. Əmsə, əsləş xarakterdə şu naxşını bir kilo etdiler. Oh! 3 yıl siz o beti alkandı. Ha? 3 yıl ise silah olsulardan. Bu şair muhtar bulanım ki. Ha, muhtar kamlık mı? Namırın şiiri. Onu aşı Mevla Memdun özü akortlaştırılan. Ama onun hizmeti biraz kıyında. Bütün dersi teyya kılıp ben bizi çakırdan. Onun asan emesen. Çok birer çok sorsam soğuktu gülhan yandıra. Çok birer çok sorsam soğuktu gülhan yandıra. Çankığında su birer teşnalık yermi Dikkan olur, dikkan olur, dikkan yüreğim ağlıyor. Kırık adem gevay huzur, bir danedi kan koğunu, min cemaat gayete. Tunurdu pişkan akdeni. Dikkan olur, dikkan olur, dikkan yuli alar yürü. Bir şey bildik ama daş. Dikkan olur, dikkan yuli alar yürü. Rahmat, akan. Oyam dedik doying internetning kuchini davatsangiz asaqqa. Doyingning kuchi, internetning kuchi bak kuchlikka deb, rost kuchlikka. Men Shirali akamni ravopli chalalaydi deb o'ylaydim. Lekin men shu doyingga kirib, andikin shu Shirali akamniki doyingsini ko'rgandan keyin, voy bu Shirali akamning chalgan narsa oz emasga deb o'ylab qoldim. Ba'zilarini tuniydi ekanman, masalan Bag'limni tuniyman, undan boshqa ravopni tuniyman. Qolgan ba'zi chog'alaringizni hatto tanimay qolgan ahvollarim bo'ldi ekan. Mushuklar to'g'riliq hamda so'zlab bersangiz. Bo'ldi. Ko'p bolalar bu sen chilayotgan qandoq chalg'u asba dedi hamda. Men hamda o'zim men o'ylayman hamda shu chalg'u asbobga bo'lib tarixli chalg'u asbobga bek erisman juma. Tarixli chalg'u asbobga. Ben özüm Sanat İnstitut'ta 12 makam kesbide okumadım. Onun da sırt ravab dersine bizge koşumçu ötetti. Mesela ben tar çaldım. Bu tar çalsam Nurgul'la bu kandak çalgı sohbet edeyim. Bayım siz degenimizdek şu ben doyunlarda şu tar çaldım. Yani ravab çaldım. Bağlama çaldım. Elektronik saz demiyoruz. Bunu çaldım.
Qilib odamdan boshqa hamma chaldinglar. Hamma chalsalar bor. Nimda shu biz tayyorlab qo'ydik. Biz tayyor qilib qo'ydik. Sizning ishxonangizdan aka chandatmay turiblar. Narsalarınızın hammasini endi olib chiqib oldik. Kechirgaysiz, o'g'irlab qo'ydik. Shirali basun dedi, desaklarimiz berdi bu. Berdik-ku. Mushu shu Shirali adash, ha? Mavi bu tar emas, bu banjo deymiz. Bu Yevropada banjo. Mavi o'rta sharqlarda chaladi. Buningki ovozi o'zgacha. Buningki besish qoidalari men bayam degandek shu ravobga o'xshab ketgan bo'lg'achqa. Buni endi menga chilish qiyin to'xtamadi. Yaqinda shu do'yinda bizning 12 maqomning ichidan Chabiyat maqomining julasi deymiz. Hammaning chiroyli biladigan ahang. Men seni ko'rib jonim degan shu ahangni chilib edim Nurg'a odamda onun bunda video ishlab taqtibdim naqshda ijro muzikani ishlatib turib shunday ko'rib o'zim qo'shib qoldim. Bundan keyin ko'proq shu muqomlarni, shu chalg'a hisoblarni ko'proq ijro qilib qilsam bo'ladi deb o'ylab qoldim. Unda sizlarning şu ekran oldidagi, şu mashinadagi uchunlar, ishkimlar. Şu jula, Chabiyat maqom julasini bir ijro. Bo'ldi. Mana. Qo'yatdimi aka naqshlamsa? Jula degan usul degan gap o'ynaysiz. Voy, men qapchalar adash. Mayli. Yapdik. Sen içen ovozdan. Teksin bir desek etmaylamsa ay buldum g'amga mubtala buldum Hayda sende gül var ateş güzdük cananım ey vay ateş güzdük cananım. Rahmet aka. Benim kendim banjo. Banjo'nun işçiydi lekin yana avaga nasırımız baya aka. Ba. Banjo break. Sen turib oynaymiz ama biraz sohbet etkin. Banjo. Demek adaş sizlar şu do'yinda chiqarib bergan muzikalarni shu banjo bilan chapla aytqidaklik qilib chiqarib berganlar shunda ama ularni muzika pul xashaymiz deb yurmisin bo'laydi bu. Pul xashlaymaydi. Unda o'z men yaxshi ko'rgan kuylarim bo'lsa hayt deb qo'ysam shu banjo bilan bir aytib chiqarib bersam ada chalib. Va muzika pul xashlayman deb avormayjimi o'tkir pulga amraqligimda faqat pul xashligim kelmaydi. Çok zor banjoni mo. Endi Mesela bayam dedi muqamni men san'at institutiga kirgandan keyin uyg'unib, mesela ravoblanib shu vaqtlarda uyg'unib oldim deb. Endi jiqa odam aka o'qigan kasbi bilan qilgan ishi o'xshamaydigan ishlar bo'ldi. Siz endi kichkinizdan tortib muqamga qiziqib san'at institutiga o'tganmi yoki boshqa san'atniki boshqa turlarini qilma deb muqamga o'tib kelib, ondan muqam bilan shug'ullanganmi? Bu menda bu ozroq adam faxrlanib arziydigan bir gap bo'lib qoldi. Nega deganda men kichigimdan naqsh musiqaga bo'lgan, ularning xalq naqsh musiqalari bo'lgan ishtiyog'im bek kuchli. O'zinglar bilsizlar, qadimiy Qashqar dal shu xil ma'naviy o'choqlarning birisi. To'g'ri. Mush paytlarda men shunday bir yaxshi bir balliq mezgilimda shunday yaxshi san'atningki eng klassik mushkil an'anaviy shaklini qo'llashib ketayotgan mezgillarimda shunday bir o'zimga ravob chelishdan iborat xalq naqsh musiqalari muqomlarni shunday yaxshi ko'rib aytib shunday turayotgan mezgillarimda 1995-yil 94-lari bo'lsa kerak. O'sha yerda bizniki naqshi ustozimiz Abdulla akam nimaga kelib qoladi Qashqarga kelib dal men ashaqda bir ishdan sirt ishlaydigan bir restoranda shu yerga kelib qoldim. O restoranning ismi Cho'lpon. Cho'lponlar bor-da. Cho'lponlarni taklif qilib qoldi. Kelgandan keyin Abdulla akam menimki seni qobiliyatimni ko'rib, "Voy sen o'zingni chaladi ekansan, aytadi ekansan, bunda qanaqa talant unda Allah san'atda bu yo'lni ishlamanganlar pek oz. O'zchilib o'zi aytish, bir chalg'a asboblarni bilish bunda qiyin ish.
sen olsa yakında nimede şu Ürümçi'de Şincan Sanat Enstitüsü'nde muqam sınıfı da bir muqam sınıfı içinde de bu eğer sen muşu sınıf kirip qalalısan Ahmet'in kelgini şu. Çünkü qandaq Ahmet degende birinciden bunu devlet özü pul төлеп o'qitdi. İkinciden bununki hizmet ornu muqam. Men nereden hizmet tepip bunu bilmeymiz de şu anda Abdullah Akam bana şu kıymetli küçülün dedi. Benim hazırkıdak bir muqamçı olup müştaq yaşlarga tonulup bolup muqam ansambılda işlep qilishimga aşı kişi sebepçi bo'lganda. Program orqali naql so'rabdi bu savol. Mana bu minnatdorlik tuyg'usi. Sherali o'zi ish qilib biz. Siz bilamsizmi? Men qat'iy bilmaymanman. Memmi tunji qitim anglashimiz. Xoshalab ketib bormoqchi naq maydonni mana savolni so'rag'animni. Burun boshqa ziyorat qilib boqmaganman bu savol tug'ildi. Abdullah akamning o'zi bir programmasida bo'langan. O chaqda bo'langan. Demak, buni men o'zimninki bir kichik bir xatiram bor. Shuningmi atayin she'rlar yozgan, bu haqiqatdan buni o'zgartirib olmaydi. Shu vaqtida hamda shu Abdullah akam menga mushunday muqam sinfida bir sinf ichildi fikr. Bo'lsa sen texim terishib qo'y, falan naqshimda o'rgangan. Şu Sanat Enstitüsü'nün Qashqarga imtihon bergani kelgan vaqtda men sana xabar qo'yman. Shu imtihon ber, ammo sen cho'qim oliy maktab imtihoni qatnashsa, bo'lsa oliy maktab imtihoni qatnashgan chog'da, oningdan yaxshi numar olmasang, bu sanat kasbidan natijang bo'lib, ma fanniy darslarda nazariya jihatda, universal bilim jihatda. Buningda agar sening oliy maktabga ma'lum o'lcham bor, shuni o'tamsan yaxshi bo'lmaydi dedi. Bo'ldi kitob ko'rib darhol oliy maktab imtihoniga qatnashdim. Deganimdek qandaqli bo'lmasin yaxshi bir natija bilan oxiri sanat institutidan chaqirib shu sinfga. Dal shu sinfga keldim. Meningki muqam ansambli kirishimda o'zimning xotiramda yozgan bir kichikgina bir jumla esimda qolib qoldi. Ya'ni men muqamga imtihon berganda sahnaga chiqqan vaqtimda men bir jumla gapni qilgan. Ya'ni hurmatli o'qituvchilar, saboqdoshlar, bugun sizlarga imtihon berish oldida turibdimi? Bugun sizlarga imtihon beradigan ahangim, ya'ni panjigoh muqomini sizlarga ijro qilma. Panjigoh muqomi deganimiz, panjigoh deganimiz, ya'ni bu Farschadan kelgan. Ya'ni panjisi ochqandek, buni 5 degan gap. Goh degan o'rin degan gap. Etgoh degandek o'rin degan ma'no. Ya'ni 5-o'rindagi muqom Menga qirratlar to'sam 5-si panjigohmi? Va bol panjigoh hamda hayotimda kallamdan chiqib ketmaydigan bo'ldi. Naq maydonni tutib oldim. Panjigoh degan shu 5-o'rindagi muqomni sizlarga ijro qilib berma desam, mutaxassislar shu chog'dagi shu o'qituvchilar ko'rib, bu bolani ham ijro qilish ortiqchilik bor ekan. Ovoz ham yaxshi, ham nazariya ham yaxshi ekan. Bo'lsa, mana bizga shunday muqomdan tadqiq qila oladigan, 12 muqomni tadqiq qila oladigan, ham ijro qila oladigan shunday odamni elish bizning cho'ng nishonimizda. Bu bolani biz tarbiyalasak bo'ladi ekan, muqom ansambli deb. Shunday bir omadlar kelib, shu bo'lgan hamda. Lekin birinchi sababi boyam deganimizdek, ustozimiz Abdullah akamki shu bir qimmatli uchurlarni bizga yetakchilik qilish bilan shunday bir muqam ansambli ishlab, katta mashinalarda o'tirib. Bek to'g'ri gap qildingiz, Juma Shirayli qo'sh bo'ldi mana. Mana buni biz minnatdorlik tuyg'usi deymiz. Shu Abdullah akam to'g'ri sizlarga bir bog'lanishlik bir ko'rik o'padi. Yoki bo'lmasa shu bir fursatni shu bir yaratdi-da. Lekin qolgan tirishchilik baytin deb o'tgandek uzanlarga bog'lashdi. Yana nurg'ulg'anlarga har xil sabablar tufaylidan shunday qimmatli fursatlar berilgan vaqtida ular shu fursatga erishib bo'pla shu tunji qitimliq mush ishqa kimning bog'lab berganligi yoki kim sabablik bo'lib mush yo'lga kirib qoldingiz uni unutib ketadi-ku. Balkim u odamni Abdullah akam hozir ko'ryapti, sizdan sendan jiq narsa talab qilmaydi, ammo mana mushu hozirgi bilgan mush minnatdorlik tuyg'usi shundaq-ku. Mushuni Abdullah akam sabablik men bugunimga erishdim degandan keyin Abdullah akam bo'ldi, hardig'im chiqib bo'ldi, sendan shunchalik xo'sh bo'ldi. Bu minnatdorlik tuyg'uni biz to'xtamay ta'kidlashimiz kerak. Bu bek muhim bir nuqtada. Shunga sizlardan suyundik, xo'sh bo'ldik, natijalar texnik qutlug' bo'lsin. Muqamga varislik qilib, texnik go'zal melodiyalar bilan har vaqt bizning qalbimizdagi muqam tashnaligimizni qondirib turing adash. Qondirib tur. Sizlar kattamiz aka, bo'pti. Program tugani salishib qolasizlar. Bu deb qoldingiz, saqqa bak amroqman muqamga deb. Bizmi anglaymiz, mana yosh bolalar bo'lsaqmi muqam anglaymiz. Bu programmamizda Farangba, Naqshba uyumi bor Shiraylikda.
Bir deyish bakli aka qaysimiz muqamni bekroq g'ingshib o'qishni yetalaymiz, andan Shirali akam to'g'ri topa oladi. Shuni bir o'yin qilib o'ynab baxmandoq. Qanday o'yin? Men mashina to'xtatib, o'yinni qaytsinda. Bak, payz o'yin bu. Mashinani to'xtatgandan keyin bir o'ynaylik. Ha, bo'ldi. Bo'ldi. Mashinani to'xtatib oldik ve to'g'ri joylarga. Endi o'yinning qaytsinda bayam demoqchi o'yinimdan. Bu o'yin menda o'yin aka. Siz bayam bizga nima chapdingiz? Banjo chapdingiz. Endi bizga yana bir narsa ilib olgandik-a? Nima ilib olgandik aka? Alimiz endi. Shiralining o'zining kasbi bilan munosabatli eng amroq ravab. Ravab navabi. Endi ravabni siz chap bersiz, bir kuch chap bersiz, biz topamiz. Qaysimiz muqamni bekroq anglaymiz bir tepish baqli aka. Muqam ahanglardan chap bersiz. Ha, qiziq bo'ldi. Lekin biz buningda biz men muqamdan shu rost gapsam qancha muqam botdi? Bu manda. Qancha muqam botdi? Muqam desa bu bir noyat qiyinlik emas, amaliyat sizlar to'y to'yganlar anglar bu. Ha. Jiq anglar to'y to'yganlar anglar. Masalan, yig'inshi olib ismini topamizsaqchi. Oxirni g'ingshivasiz ketma? Chunki muqamning ko'pinchisini ish qilib, balkim men ko'pinchisi emas, bir qismlarini o'sha g'ingshi olishim mumkin, ohangini topa olmayman, lekin uning qaysi muqam ekanligini 13 muqamni hozir sanab desam bilamisan, men hozir bildiğim nova muqami bilan ilqi. Mana yana unutdim mana. Men deb beraymi? Rak, mushawarak, chabiyat, nova, panjiga bormi? Panjiga 5 oldimi? Iroq. Kechish yatlabdim ma. Yo'q, Rossiya. Tartib bilan desakchi, birinchisi. To'g'ri chiqadi. Bo'lmasa u xato. Shunda 5-sini men bilib olgan. Rak ishim mumkin, ohangini topa olmayman, lekin uning qaysi muqam ekanligini 13 muqamni hozir sanab desam bilamisan, men hozir bildiğim nova muqami bilan ilqi. Mana yana unutdim mana. Men deb beraymi? Rak, mushawarak, chabiyat, nova, panjiga bormi? Panjiga 5 oldimi? Iroq. Kechish yatlabdim ma. Yo'q, Rossiya. Tartib bilan desakchi, birinchisi. To'g'ri chiqadi. Bo'lmasa u xato. Shunda 5-sini men bilib olgan. Rak, mushawarak, nova. Rak, mushawarak, nova. Yo'q, chabiyat. Oh, ha. Muqam peshvosi. Chabiyat, nova. Chabiyatdan keyin mushawarak. Sizdan deb beraymi? Shahargoh. Panjiga. Ilk 5 panja. Uzhol. Mana bayangi DJ ashna ichidagi bir kichik bir ohang, kichik bir DJ'si u. 6-inchi Uzhol, 7-inchisi Ajam, 8-inchisi O'shaq, 9-inchisi Bayat. Bayat nima demekti? 10-inchisi Navo, Sigoh, Iroq. Bunday yapganda. Ben şu 10. Navamada. Navanın bek bilib oldu ekan men. Şu Navan dan degan Nava qo'ymayman desam. Yo'qmi? Bu ya. Bir chinama. Ha, unda o'z oshna mushnak demoqchi-ku. Amsa odash oson muqomlardan. Muqom deganda muqaddima ya'ni muqom aloqa 4 cho'ng bo'lak bilincha, bu yer nazariya so'zlab ko'rinmalar qolsin. Demak, muqomning ichida udarsiz hech qanday so'zab aytilgan zag'ir tildan deyiladi. So'zab aytilgan yerni muqam deymiz. Muqam. Bir odam sizlar ko'rmay turib so'zab bir narsa aytayotgan bo'lsa, madam jib muqam aytibdi deysizlar. Ritmga tushgan. Ya'ni aytayotgan bo'lsa, madam chiroyli naqsh aytibdi deysizlar. Bunday gap to'g'ri. O'sha naqsh aytayotgan bo'lsa, balkim topa olishimiz mumkin. Ammo o'sha naqsh aytayotgan yerda siz topa oladigan cheklar, ya. Unda o'zi menga kompozitsiya qilib tepib olganmanmi? Qani. Koyundaki her zaman bir kırmızı. Emniyetten değil mi arkadaş? Niye pauzum etti? Siz tapdınız. Taptın mı? Navai gazilini tapdınız. Navai gazil dedik. Doğru çıktı. Qaysi muqamni? Nava muqamı arkadaş. Demadi. Nava muqamni, yani muqam beshi. Yani muqaddimisi. Nava muqamning muqaddimisini aytdim deyman o'tkir. Tapdınız. Rahmat og'aynam. Sizga bir necha.
Bu ahang sizga yod ekan. Ahang ya da Ahang ya. jiq ahanglar bayam dediniz to'y to'killarni bilan televizorlar bilan ko'ramiz, lekin ismiga diqqat qilmay anglayotganmiz. Ismi Yani Meni yo'qman kishi bormi? o'xshash Nova muqami ichidagi bir bo'lak. Ya'ni bir muqam 2 soat keladi. Bir 2 soatning ichidagi nurg'un ahang borda o'ylab to'g'ri. Yana o'xshash mushu eng beshi bayan muqaddimasi. Aytib bir 30 necha minut yiliga kelgan chaqda Nova muqamining julasi mana. Meshrab g'azali bilan men gandin ketar bo'lsam Meni yoklar kişim bana Meni yoklar kişim bana Gariplik şerde yürsen Meni yoklar kişim bana Hem dergiz esinizden çıkmaydı. Doğru. Muş aham Hem köpünçe adamlar bilidi. Bizden nakışçı senetkar ballarını nurgun aytkan bu aham. Köplere bilidi. Muş aham çıkkan çağda bu Qays aham degen çağda bu Nava muqamının jula kısmı. Julası. Nava muqamının jula kısmı bu. Julası desek bo'ldi. Yo'q, menda desi bo'ldi ki, hey. Ha. Men qanchagandagi bir numar berasiz aka. Siz ma ahangni mana yadı bildiniz. Yadı muşu ahangni sizni qalbingizda bor. To'g'ri. Siz melkim cho'nglar aytgan yerda bo'lsin, biror to'ylar bo'lganda bo'lsin, anglag'im. To'g'ri. Yoki buning CD'lari chiqqan bo'laydi. Shuni anglaganda isingizga qolib qolgan boshqa bildingiz. Demak, ismini bilmadingiz, ahangini bildingiz. Tanqinishmadingiz. Bir numarmi? Lekin siz saq qaraganda saq ham ahangni topdi, ham ismini topdi. Ammo siz ismini topolmadingiz, ahangni o'zini topdingiz. To'g'ri. Hamsa birdan olib qoldi degan gapmi? Birdan desang, yerim deydi. Hamsa eng oxirgisini ishkalar talishib topayli. Bo'ldi? Qanday? Ha. Yengilgining tanpagisi yo'q. Ahangni topdinglar, ishkiling o'xshash. Ahangni topdinglar. Endi ismini tepish kerak. Ismini tepish kerak. Birdan keladi. Tang desam. Men mana o'qib ketib qolsam, dayday deb tugab qoldi-ku. Navaning oyliqi yeri ketib qolganda kesib qoldim-ku, masalan. Bayam ikkinchi qitim chog'a yeriga ulinib ketib qolganda kesib qildim. Shu men buni yana Nava deb beraman. Xato. Ana shuni xato oldi. Menchu ma 5 ki turib baqayda. O yo'q, birga deyim, tanjiga qadamsiz. Tanjiga qa. Yo'q. Bu qaysisidan? Dapaqayla da shunda biz Asam men o'zhal. Oy, men tanış oldim aka. Men boyamelik DJ, ben muşning 5 shu. Demak, ana DJ shakli bo'lganligi amaliyot ahang bir. To'g'ri. Ritmini o'zgartib o'tgandiki, sizlar qaymoq qoldi. Men namsa tutdim aka. Bu is abaytı yerim numaragan sen ma. Şu bir yerim buldum, siz bir qaldınız. Men qanlaydi ekan. Hamsa abaytı numar bermeylik bu. Ben tutqan hesap bo'ldi endi. Mana. İkimiz de alış buqtaqan. Onu da dememse de yandım tuttum devlip meni aşağı. Yok kaldım da. Çağızı yesek. Garip selamındaki bir yerlerde çıkırdan şu mana. Bakaysan de. Hangi tunayken Garip selam. Bir yerler şu kadarmış o ha. Desene. Manda garip senem ahanglarda ilingan naqshlarda %90% muqamlar. Yani hem de maninki sizler isminden tapsanlar ya falan muqamdan ariya deb basanlar bo'ldi. Öyle julasitdi, falan inchka oldi. Hamsa. Mush falan muqamdan ariya deganni ikkalini bir step basanlar. Bu chabiyat muqami. Yo'q.
Ben sen tüydün ben neyim sen. Ben dip boğan mukamlıçılık ağınlar. Özhal. Özhal. Ay. Sapıttı bu. Ben yani sen bakıya özhal dem ben. Özhal mukamının dastan kısmı. Lekin ma oyunu Çimenlerin içinde nazik çemen var. Bu oyunu oynap aka. Bir narsani his qilib biz ahangını biraz bilkemiz. Lekin aş ahangını anlaganda biz bir qarab bilgili bo'lgan ekan-ku, masalan, nimani anglayapmiz, shuni bilib qo'ysak, umi bizga bir yaxshi bilim bo'ladi. Ortiq olmaydi-da, albatta ortiq olmaydi. Hozir muqomlar deb anglayapti, lekin shu 12 muqomdan qaysi muqomning qay tarafi, muqaddimasi mi, julasi mi? Anda içinde desak biz muqom professori kutmadik. Sizlarning yo'lda berib, qarorni yapsa yana qilaverlar. Mashina haydab meni beray. Biz men taqamadim-mi? Men taqay. Siz mushu hozir mushu asosliq mushu muqom bilan shug'ullanyapsiz shunda. Aytgan kuylarning asosliq hammasi mushu muqom to'g'riliq. Ya'ni muqom bilan munosabat shundaqmi? Buningdan keyingi yana baytim biz Mavlon, Abduqodir, siz to'g'riliq hamkorlikning bizning talabimizni deb bo'lib ko'ramiz. Bo'lsa texim yaxshi hamkorlashib, buningdan keyin texim esil ijodiy kuylaringlar bilan bizga davomli xizmat qilishni unutib qolmasanglar, hamda sizdan o'ylayotgan buningdan keyingi planlaringiz bor qachon? Buningki planim nima deganda amal bo'lsa shu muqomga asli varislik qilish. Varislik qildik hamda. Demak, shuni o'sha dunyo jamoatchiligiga asli an'anaviy usulda bir ko'z tish, ya'ni bu amaliyoti bizning davlat tarafdan bo'ldi bu ishlar. Davlat shuning kuchaydi. Shuning kuchiga biz mana bizlarningki Uyg'ur 12 muqomini qutqizish uchun davlat nurg'un pullarni ajratdi, iqtisodni ajratdi. Nurg'un ayamsizlik ko'rgandek shunday katta cho'ng idoralarni sepadi. O'sha nima biz asonliq millatlarning jumladan Uyg'urlarningki muqom san'atini texnik rivojlantirish, avlod qoldirish va dunyo meroslari qatorida o'sha cho'ng bilgachga mulkchilik katta ishlarni chiqarib berdi. Mana o'sha ekran orqali qoldi bilan biz davlatga, partiya hukumatga chin qalbimdan rahmatimni bildiraman. Bu rahmat albatta anaqa bayon deganda haqiqatda kim bunday qila oladi? Biz dunyo kezib nurg'un o'maklarni ko'rdik. Hech qanday yerda dunyoda bizning ansamblda bunday ansamblni men ko'rib boqmadim. Yani cho'ng bizning idora. Bizning idoraga nurg'un dunyo qaysilardan tadqiqotchilar, muqom tadqiqot qilganlar, muxbirlar kelib bunday ziyorat qilib ko'rib hayron qoldi. Mushunchalar ko'lamiyadi bir ansambl mı bu? Ansambl başka yerde. Bu ansambl bir küçük olsa bir 40-50 bin pound öyle de. Ama bizden idarını bek çok bayamsızlık. İdare hem çok hem bek hayvat seven işler. Şu partiya hükümetinin ki bizge bo'lgan g'amxo'rligi, bizningki madaniy meroslarimizni, 12 maqomlarimizni qo'g'dash uchun ishchilik ajr qilganiga ko'p rahmat bilaman. Mendan bundan planim aslidagi an'anaviy shaklni asos qilgan asosda, ya'ni shu davomli o'zimizning xalq naqshi musiqalari, muqomlari va ijodiy ohanglarimizni rivojlantirish. Shuni asos etmenish o'ylayman. Nima deganda hozir bütün bolalar mesela naqsh musiqa shug'ullanayotganlar o'zining bir tutgan bir xos yo'linish bo'lishi kerak. Xos bir yo'linish bo'lishi kerak. Men bu muhabbat naqshlari, ammabab naqshlarga e'tiborsan, boshqalarning unda e'tiborsa bu taraqqiyot bo'lmaydi. Men bir yerga kirib olsa bo'lmaydi. Men o'zim o'qigan bir kasbim 12 maqom va xalq naqshi musiqalari bo'lgan ekan. O'sha mushtarakda ijodiy klassik ohanglarni yaratish edi. Mesela ben burun aytgan attam çalgan tutari. Tutarım to'g'ri. İcadi aha ama muqomdan chiqqan ahanglar. Shunga o'xshash ahanglarni ko'proq ijro qilib, mush jihatda izlab bir musahada ketibsam o'zimning bir baxti deb o'ylayman. Rahmat. Kelayim deb qoldik aka. Bir naqshi bilan xo'shlashlik. Sizning eng amroq bir naqshim bor, men qo'yibdim. Müşavirek muqam. Vay badi deydu, yendi deydu, minnim yarim, minnim yarim. Vay badi deydu, yendi, badi deydu, yendi deydu, minnim
Minnim yarimni, minnim yarimni. İgiz daman açtı deydu bu italimni. Ayeren bu italimni. Vayda dey bu italimni.